Rozi bo'lyapsan Xudodan, rozi bo'lgin, u rozi bo'lolmayapti-da, tushunyapsizmi? U meni qabul qilolmayapti, chunki biz bolalikdan birga o'sganmiz. U meni qabul qilolmayapti. O'sha durdonani ko'ryapti. Ammo nima deyapman, qabul qilasan, majbursan. Aslida bila turib, psixolog o'zini yaqinlarini ishlamasligini, ishlash kerak bo'lsa ham shart qo'yish kerakligini anglab turib qilgan bo'lgan. Mana shuni tushundimki, biz shu holga tushmasdan qo'ymaydi. Xuddi o'sha hayotda yashab berdim 6 oy davomida-da, o'tgan yili. Shunaqa o'zimga tavbalar qilib, Allohim bildim, xatoyimni kechir meni dedim. Chunki biza o'sha kimgadir rahmimiz kelayotganda, ko'rdingmi, men banda holimda unga rahmim kelib, uni holini o'zgartirmoqchiman, lekin sen jim qarab turibsan degan Xudoga da'vo bo'ladi, isyonkorlik bo'ladi. Mana shu pozitsiyada turganingizda siz o'sha hayotda yashab bermasdan qo'ymaysiz. Xo'p deydi. Shunaqa sen uni hayotini to'g'rilay olar ekansan, davay senga beraman mana shu programmani, mana shu dasturni, sen o'zing to'g'rilachi, qani? Qanaqa to'g'rilaysan? Muhokama qilyapsan-ku insonni, meni. Davay yashab ber bandam.